Bu videoni oxirigacha ko'ring. Agar siz Yandexda ishlayotgan bo'lsangiz, bunaqa joyga hali beri siz dastavka olib kelmagansiz. Men Sifat taksida dastavshik bo'lib ishlayman, lekin zakaz olib kelgan joyim sal g'alatiroq bo'lyapti. Qo'rqinchligini. Eng qizig'i men hozir o'sha yerga olib borishim kerak zakazni, sumkamni olib bu yoqqa borishim kerak. Lekin bu yoqda hali hech qanaqa trik. Tushunmadim. Qo'rqinchli bo'lyapti. Hozir men zakaz olib borib bermasam, klient menga jalba berishi mumkin. Lekin eng qizig'i bu klientmi yo'q, klient emasmi? Mana 15 minut o'tdi oradan. Men hali ham shu sumka bilan shu mozor ichida turibman. Lekin klientda asar. Alo, assalomu alaykum. Okey, bo'ydan men sizga qarab turibman. Kemayapsiz. Siz shu yerda bo'lsangiz, okey. Qani siz? Men sizni ko'rmayapman. Mana okey turibman, to'g'ringizda. Okey, jinniramiz. Shunaqa joyga ham zakaz uradimi? Qo'rqib ketdi odam. Yo'q, yuragim yorilib ketdi. Okey, bu atrofga qarang, qo'rqib ketdim men. Hozir yo'q. Boshqa narsa bo'lsa-chi, yoki followan kimdir bo'lsa-chi deb qo'rqib ketdim. Odamman kelib oling. Okeylar, shunaqa bir klientlar ham bor ekan. Taksi parkimizga ulaninglar, foizi ham juda ham past. Undan tashqari har oylik bonus bor. 6 milliongacha bonusimiz bor. Taksi parkimizga ulaninglar. Bunaqa klientlarga qo'rqib ketdim to'g'risi.